Ota-onam ertalabdan kechgacha ishda bo'lishardi. Menga faqat pul berishardi. Tarbiya, mehr, e'tibor bu narsalar menga begona edi. Uyga kech kelardim. Tungi klublar, yoqimtoy qizlar va maqsadi yo'q o'rtoqlarim. Hayotim shunaqa o'tardi. Bir kuni otam meni shahardan ancha uzoqdagi maxsus lagerga jo'natdi. Bizlarni o'rtam hech qachon chiqarishgan. Tush kelsa yoquldi. Yoqimli ishtaha, yoqimtoy.